Nabiy sallallohu alayhi vasallamning badanlaridan chiqqan ter go'zallikda, hidini shirinligida har qanaqa eng qimmatbaho atirdan ko'ra qimmatroq edi. Hattoki bir emas, bir qancha sahobiy ikromlar payg'ambar alayhisolatu vassalomning ularning o'yiga borib yotganlarida issiqdan terlab badanlaridan oqib tushgan suvni, o'sha terini yig'ib maxsus idishga solib qo'yib yillar davomida atir qilib ishlatib yurganlari bor. Ya'ni u zotning badanlaridan chiqqan narsa shunchalik edi. Mana shu xushbo'yliklardan yana bir namuna shu ediki, u zot bobarakot bilan kunduzida kimdir qo'l berib musofaha deydi, ikkita qo'llab so'rashish ma'nosida Rasululloh bilan so'rashguday bo'lsa, o'sha odamning barmog'ida, qo'lida uzoq muddat mushku ambarni hidi kelib turardi. U zoti bobarakotning badanlariga tekkan badanning hisobiga. Ya'ni Nabiy alayhisalomning hamma tomonlama Alloh taolo aziz va mukarram qilgan bo'lsa, hattoki badanlaridan chiqqan terni ham Alloh azza va jalla shunchalik xushbo'y, muattar, mutayyab qilib qo'ygan edi.